Mashhur brend uning ozishini so'raganidan so'ng u modellik biznesini tark etdi. Bu Dua Lipa. U 15 yoshida oilasini qoldirib, musiqiy orzusini amalga oshirish uchun Londonga ko'chib o'tgan. U yerda u o'zini boqish uchun duch kelgan ishlarda ishlab yolg'iz yashagan. 16 yoshida u taniqli moda brendi bilan model sifatida shartnoma imzolagan. Ammo ozishni maslahat berishganida u yerni tark etgan. Shunda u YouTube'ga bir nechta videokliplarini yuklashga qaror qildi. Birozdan so'ng uni labellar payqab, u bilan shartnoma imzolashdi. Ular unga kokteyl bardan ofitsiantlik ishidan ketishi uchun maoshdan iborat shartnoma taklif qilishdi. Bugungi kunga qadar u bir nechta Grammy mukofotlarini qo'lga kiritdi va eng nufuzli qo'shiqchilardan biriga aylandi. Ammo shuhratiga qaramay u daromadining bir qismini xayriya ishlariga sarflaydi. Qolaversa, u Falastinni qo'llab-quvvatlaydi va G'azo aholisiga yordam berish uchun millionlab xayriya mablag'lari yig'adi. Muvaffaqiyat tasodif emas, Dua Lipaning yo'li bunga eng yaxshi isbot. Agar siz sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni boshqa hech qachon ko'ra olmasligingiz mumkin. Obuna bo'lib, yurakchani bosishni unutmang. Biz bilan birga